Assalomu alaykum, siz Komoxuz kanalidasiz. Bu yerda sizni to'g'ri teri parvarishi bilan tanishtiramiz va foydali maslahatlarimiz bilan bo'lishamiz. Chiroyli qiz va ayollarimizga alohida assalom. Bugun men nafaqat koreys qarishga qarshi parvarishi sirlarini, balki teringizni 10 yilga yoshartirish uchun bir necha foydali maslahatlarim bilan baham ko'raman. Bugun sizlarga asosiy parvarish haqida gapirmayman. Faqatgina qisqacha qilib quyidagilarni aytib o'taman. Ertalabki parvarish uchun mahsulotlarni quyidagi ketma-ketlikda qo'llang. Ko'pik, keyin toner, sivoritka, krem va SPF vositasi. Kechqurungi teri parvarishi uchun esa gidrofil yog'i, masalan, balzam yoki gidrofil yog'ining o'zini ishlatishingiz mumkin. Undan keyin esa ko'pik, toner va sivoritka, undan esa krem. Endi esa eng qiziqarli qismiga o'tamiz. Teringizning yoshligini qanday qilib uzaytirish haqidagi maslahatlar. Birinchi o'rinda namlantiruvchi sprey ishlating. Ayniqsa teringiz quruq bo'lsa. Mening qo'limda hozir Isntree brendining spreyi. Teringiz kun davomida namlikni yo'qotadi. Bu doimiy sodir bo'ladigan holatlardan biri. Chunki kundalikda konditsioner, isitish tizimlari, quyosh nuri, shamol va hatto vaqt o'tishining ta'siridan bo'lishi mumkin. Natijada teringiz zaiflashgan, o'zining tarangligini yo'qotadi va xira ko'rinishga ega bo'ladi. Yodingizda tuting, namlik taranglikning kaliti hisoblanadi. Shuning uchun teri qanchalik tarang bo'lib tursa, u shunchalik uzoq vaqt davomida gravitatsiyaga va ajinlarga qarshi turib beradi. Ertalablari limonli suv iching. Ertalab limon qo'shilgan 1 stakan suv organizmingizni uyg'otadi va moddalar almashuvini faollashtiradi. Bundan tashqari, limondagi C vitamini teringizning sog'lom bo'lishiga yordam beradi. Tungi parvarishingizda retinoidli krem ishlating. Teringizni yoshartirmoqchi bo'lsangiz, uxlashdan oldin retinoidli krem surtib yoting. U hujayralarning yangilanishini tezlashtiradi va teringizning tuzilishini yaxshilaydi. Ertasi kuni albatta SPF surtishni unutmang. Hozir esa qo'limda Slimax brendining retinol booster va retinol sivoritkasi. Ularni agar birgalikda ishlatsangiz, juda ham zo'r effektga erishasiz. Lablaringiz to'g'risida ham unutmang. Lablar ham qarishga va ajin paydo bo'lishiga moyil bo'ladi va ko'pincha yoshingizni oshkor qilib qo'yadi. Tungi parvarishda aynan lablar uchun mo'ljallangan niqoblar va yumshoq skrablardan foydalaning. Ushbu vositalar lablaringizning qurib qolishining va atrofida ajinlar paydo bo'lishining oldini oladi. Biz sizga taqdim etmoqchi bo'lgan mahsulotimiz Tokobo brendining lablar uchun skrab va tungi niqobdan iborat. Videomizning ushbu joyida sizlar uchun muhim eslatma. Yoz kunlari albatta SPF kremlaridan foydalanishni unutmang. Qo'limda Roundlife brendining 3 xil SPF kremlari mavjud. Birinchi Cook SPF teringizni namlantiradi va oq iz qoldirmaydi. Ikkinchisi Mild Up. Bu SPF kremimiz fizik filtrlardan iborat bo'lib, u teringizga biroz oq rang beradi va uchinchi SPF kremimiz teringizning rangini butunlay tekislab namlantirib qo'yadi. Endi esa keling, ovqatlanish haqida gaplashamiz. Teri bu nafaqat tashqi parvarish natijasi, balki ovqatlanish odatlaringizga ham bog'liqdir. To'g'ri ovqatlanish odati ko'rinishingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Mening birinchi maslahatlarimdan biri bu ratsioningizga antioksidantlar va omega 3 yog' kislotalarini qo'shing. Antioksidantlar deganda biz mevalar, ko'k sabzavotlar, yong'oqlarni nazarda tutamiz. Ular organizmingizni vitaminlar bilan to'ldirib beradi. Omega 3 uchun esa ratsioningizga baliq, zig'ir urug'i yoki yong'oqlarni qo'shing. Bu teringizni tarang va silliqlashga yordam beradi. Men yoqtirgan qo'shimchalardan biri bu baliq yog'i, lekin ko'p hollarda uning ta'mi yoqmaydi. Shunda men kapsula ko'rinishidagi baliq yog'ini iste'mol qilaman. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, unda albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizning sharhlaringizni kutib qolamiz va mahsulotlarimizni video ostida yozib qoldiramiz.